nima bo'ldi Nodira? Vaqtingiz bo'la qoldingiz, mashina zavat qila qol. Ona, nima qilmaylik? Hozir tug'ada olib boramiz. Hamma zamonaviy narsalar bor. Nima cho'qmaysizlar? Chuqur nafas oling. Hozir hammasi o'tib ketadi. Bo'la qol Baxtinur, tez haydi qolsangchi. Voy, namunchi. Tug'yotgansanmi? Sen hamma tug'yotibdi, bemalol. Ona, vaqtni qo'ymaylik, hozir boramiz, shatga. Kela qolmaysanmi tezroq? Doktorlar chaqirishyapti. Nimaga? Bo'lsa kerak. Bor yozib bersa kerak. Kirmoqdan. Oyijon, hozir Aka, iltimos sizdan. Xotinim yaxshi qaranglar. O'lib qolmasdan mayli bunaqa kelinglar. Ha, Baxtinur, nima bo'ldi? Nega o'tiribsan bunaqa qilib? Bola? Ayollar nima bunaqa baqirishyapti? Qo'rqib ketyapman men. Odamdan odam kelish oson ekanmi? Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun ayollar o'limni bo'yniga olishadi, bilsanmi shuni? 9 oy bolani qornida ko'taradi, oyoqlari shishib ketadi, kechasi bilan qaqshab badanlari og'riydi, sochidan, tishidan ayriladi ayol kishi. Sen bo'lsang, ko'chada itlar ham tug'yapti deb baqirishingni qara ayolingga. Qo'chqorov ekan. Mana qo'chqor kelibsamiz. Biz keldik. Tabriklaymiz papasha, o'g'li bo'ldingiz. Siz kelturing, men ayolimni oldi chetda qolaman. Men qarab olib turaman, dorilarni kerak bo'lsa olib beraman. Xudoga shukr, insof bergani rost bo'lsin-a.